Manda yangi rubrika farosat darslari. Birinchisi, oldinglarda o'tirgan odamni telefoniga qaramanglar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ikkinchisi, erga tegmagan tanishiga to'y qachon deb so'ramanglar. Kimdir sizga telefonini berib bitta rasmni ko'rsatayotgan bo'lsa, keyingi rasmlarga o'tkazmanglar. Telegramda kim bilandir yozishayotgan paytingda голосовой yozsam maylimi, sizga qulaymi deb so'ramasdan голосовой jo'natmanglar. Kimnidir tanasida qanaqadir nuqson ko'rdingizmi? O'sha narsaga siz yechim bera olmaysizmi? Unda bu temani ko'tarmang. Kimnidir qatidir ko'karib qolgan, kimnidir qatidir qizarib qolgan, kimnidir qatigadir ugri chiqqan bo'lishi mumkin. Bu narsani gapirishga hojati yo'q agar yechim bera olmasangiz. Qanaqadir yig'ilida o'tirganingizda, yuzta ko'tarmaysanmi, erkakmisan degan narsani kallangizdan chiqarib tashlanglar. Erkaklik 100 gram bilan o'lchanmaydi. Jamoat joylarida o'tirganingizda, har xil jinni-g'inni, reelslar, prikollar ko'rib o'tirganingizda, u sizlar mazza qilasizlar, lekin sizlarning atrofingizda turgan odamlarni hashiga tegayotgan bo'lishi mumkin. Sal farosatli ishlatinglar, bitta naushnik sotib olinglar. Keyin yana bitta narsa, duch kelgan odamga farzandinglarning rasmlarini, videolarini ko'rsatmanglar. Ko'cha-kuyda ketayotganingizda har qayerga tuflab, har qayerga burninglarni qoqavermanglar. Bu binoning ichiga kirayotgan paytingizda orqangizda kelayotgan odamga eshikni ushlab turinglar. Yoki bo'lmasam binoning ichiga kirayotgan paytingizda chiqayotgan odamni o'tkazib yuborishinglar kerak, eshikni ochib turib. Birovning bolasini ko'rganingizda, qiz bolami, o'g'il bolami degan jinni-g'inni savol bermanglar. Ikkilamoqsizlarmi, jim turinglar. Oti nima deylar bo'ldi. Farzandi yo'q er-xotinga farzandga harakat qilmayapsizlarmi degan savollar ham bermaydi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, nech pul oylab olsan, nech pul topolsan degan savol berilmaydi.